Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Ko'rib turganingizdek, mana Andijon mashina bozori Tiko qatorida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, dunyocha Tikolar chiqqan. Tiko haqida bugungi kunda ma'lumotlar berib o'tamiz. Videoni boshidan bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Va biz xohlasa obzor qilishlikni davom etamiz. Necha yil ekan bu aka? Necha yil ekan? Buni aka yili 98. 1998-yilgi Tiko avtomashinasi Gang Svetda. Xo'p, motor hadovolar qanaqa buni aka? Hamma yo'q qilingan aka, motor ham noldan bo'lgan, korobkalar ham. Motor hadovolari noldan qilingan, korobkalari ham chotki deyapti akamiz. Xo'p, balonlari mana archa holatda yumshoq balonlar taqilgan ekan akalar, ko'rib turganingizdek. Go'zal holatda. Xo'p, salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Salonlarni mana akalar polilari bor ekan, chixollari bor ekan. 1998-yil mashina. Kraskasi aka? Bilmadim aka. Kraskasi bilinmaydi bu mashinalarni. Chunki nechta qo'ldan qo'lga o'tgan bo'lishi mumkin. Xo'p, nech pul deyapti endi aka bu? Buni aka 18 dan o'tib beramiz. $1800 kami bor ekan akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Metan, benzin bu. Benzin. Metan, benzinni o'zi. Benzinni o'zi ekan, gen, davenniz Hamma chiqadi. hamma yo'q berilar ekan. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 200 200 42 46. 42 46. Akalar qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana ko'rdinglar xudo xolasa. Bu kimdan aka? Necha yil aka? 1998-yilgi Tiko avtomashinasi akalar. Motor hadovoylari qilingan ponni. Motor hadovoylari zo'r deyapti akamiz. Propan gazlari bor ekan. Benzinga ham, propanga ham yuradi. Balonlari akalar yumshoq balon, mana ko'rib turganingizdek propanlari bor ekan akalar. Xo'p, salonlarni ham bir qator ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana to'shakchalar qo'yib, chixollar taqib qo'ygan ekan. 1998-yil. Kraskasi aka? Kraskasi bor aka. O'z rangi shuna qo'ygan-a? Ha. Kraskasi bir 50% atrofida chiqar ekan. Koreyskiy ekan. Qiziqqanlar akalar mana 1998-yil yana bitta avtomashina. Xo'p, nech pul deyapti aka bu? Buni 22 dan ozgina o'tib beramiz. $2200 kami bor. Korobkasi-chi? 5 tali aka. Korobkasi zo'ra, korobkasi zo'r deyapti akamiz. Balonlari mana yumshoq balonlar go'zal holatda turibdi. Akamiz kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Variantga chiqam chiqmaydimi? Yo'q, bir oyga, uzog'i bir oyga beraveramiz. Uzog'i 1 oyga berilar ekan. Variantga chiqmaydi ekan. $2200. Gen davenniz berilaradi. Gen davenniz berilar ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? Oqimiz ham bor. Ha. 94lik 94lik 130 130 0323. 0323. Akalar, akamizdan yana bitta oppoq Tiko avtomashinasi bor ekan. Ko'rib turganingizdek mana go'zal holatda, istara bor, chiroyli holatda turibdi Tiko ishqibozlari uchun. Xo'p, mana akalar. Chixollarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana chixollari, polilari ham bor ekan. Mana xizmat qiladigan mashina xudo xolasa. Xo'p, motor, hadovoy, korobka. Motor, hadovoy, korobka go'zal deyapti mana akalar. Motorlarni ham ochib qo'yibdi. Mana ko'rib turganingizdek bagajlarni. Xo'p, balonlari, yumshoq balonlar mana archa holatda, o'rtacha holatda turibdi xudo xolasa. Xo'p, nech pul deyapti aka bu? 16 dan o'tib beramiz aka, yaqinda. Aha, kraskasi-chi? Kraskasi bor aka. Kraskasi necha foiz bor? 60% bor. Ha, bular necha yil dedingiz? 98 Bu ham 98-yillar, yili bir 60% bor deyapti. Ustalarni olib kelib tekshirtirib olsanglar ham bo'laveradi xohlasanglar. Xo'p. Nech pul dedingiz pulini? 16 dan o'tib $1600 kami bor ekan. Gen davenniz chiqadi. chiqadi. Metan, benzinmi yo benzinda o'zi? Benzinda o'zi ekan. Telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 130 0323. 0323. Akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka bozoringizni bersin. Xo'p. Akalar, xudo xolasa mana Tiko avtomashinalarini video obzorini qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Har xil Tikolar bor ekan. Tikolar orasida bitta Nexia ham bor ekan. Video qilib qo'ysa bo'ladimi? Necha yil ekan bu aka? 1999-yil.
Oppoq svetda Nexia avtomashinasi. Sons ekan aka. Sons motor prostoymi? Prostoy Nexia avtomashinasi. Xo'p. Balonlari akalar sillalashib qolgan ekan. Lekin taqvosinglar bo'ladi balonlarni. Xo'p. Bekjan taksilarda yurgan ekan akamiz, mana ko'rib turganingizdek. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar. 1999-yil Nexia'ni holati. Mana. Aka, motorlarda qanaqa ishi bormi yo'qmi? Aka, motorni xudo xolasa bir 2 yil tegmaydi. Motor 2 yil umuman tegmaydi. Hadovoychi aka. Hadovoy ham tegmaydi. Zupchatlarimi hamma yo'q almashgan. Xudo xolasa akalar hamma yo'g'i zo'r deyapti. Ha, o'zinglar minishga deb akamiz o'zi tirikchilik qilgan ekansiz bundan ancha. Akamiz ancha tirikchilik qilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek xizmat qilinganligi bilinib turibdi. Qanday bori bo'lsa shunday olib chiqqan. Mana borini ko'rsatyapti biz, xudo xolasa. Hop, metan, benzin cho'tki yuradi. Cho'tki yuradi akalar. Hop, nech pul deyapti aka bu? 18 kami. 18 kami bor. Kraskasi qanaqa buni aytgancha? Bor aka. Kraskasi 30-40% bor. Ya'ni ustalarni olib kelib tekshirtirib olsa bo'laveradi. Ustalarni olib kelib tekshirtirib olsa bo'laveradi. Nech pul dedingiz pulini? 1800 dollar. Ozroq kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Gen daveniz kam? Hamma yo'q. Gen daveniz chiqar ekan. Akalar mana qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Xizmat qilgan, mehnat qilgan mashina. Probegi-chi, probegi qabul almashganmi? Probegi bilinmaydi. Probeglar endi bilinmaydi bu mashinani akalar 26 yilga, 27 yilga mashina. Hop, 1800 dollar kami bor Nexia avtomashinasi. Telefon nomeringiz aka? 13 ga beramiz aka. 1300 dollarga berasizmi? 1300 dollarga akamiz berib o'ragan akalar mana. Genin davennislari chiqar ekan. 1400 dollar bilan sizniki bo'ladi mashina. Xudo xolasa cho'tki qilib qarab minib yuraverasiz. Tiko ham 1300 ga bermayapti. 1300 o'rtachasini 1.5 mingga beryapti. Hop, telefon nomeringiz aka? 77 77lik 725 725 88 88 98. Aka, bozoringiz bo'lsin. Akalar mana qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Tikolar qatorida bir Nexia'ni ham obzorini qilib qo'ydik. Hop, xudo xolasa ko'rib turgansiz. Kimlar aka bu? Sizdanmi? Nechinchi yil ekan bu? Nechinchi yil ekan? 97. 1997-yil. Oppoq svetda Tiko avtomashinasi. Aka, motor hadovoylarda ish bormi yo'qmi? Yo'q. Motor hadovoylarda umuman ish yo'q. Korobkasi-chi aka? Shu ancha-muncha yarim chukasi bor lekin. Aha. Korobkasida umuman ish yo'q, xudo xolasa. Hop, oppoq svetda Tiko avtomashinasi. Balonlari, ya'ni yumshoq balon, o'rtacha holatda turibdi akalar. Hop, benzinda bu. Benzinda ekan. Mana akalar, salonlari akamiz mana pokiza qilib olib chiqib qo'yibdi. Xudo xolasa, mehnat qiladigan mashina. Magnitofon signalizatsiya hamma yo'q. Magnitofon signalizatsiya bor. Hadovoy, motor umuman ish yo'q, oladi. Uyga mana yugurib yetimga minib yuraverasizlar. Benzinda 80 ni qo'yib olib yuraverasizlar akalar. Hop, oppoq svetda Tiko avtomashinasi. Nech pul deyapti endi aka bu? 1500 dollar kami bor ekan. Gen daveniz chiqaradi. Variantchi. Yetmaganiga kelishamiz. Ha, yetmaganiga kelishamiz deyapti akamiz. Andijonda mashinasi. Qiziqqanlar, telefon nomeringiz 90lik 90lik 540 540 44 34. 44 34. Aka, bozoringiz bersin. Mana ham sizdan emasmi? Nechinchi yil bu aka? 1998-yil a? Kraskasi qanaqa buni aka? Kraska ancha-muncha bor bo'ladi. Hop. Motor, hadovoy qanaqa? Zo'r. Zo'ra buni ham. Motorlar Korobkachi aka? Korobka ham zo'r deyapti akamiz, motorlar qilib qo'yilgan ekan. Hop, balonlari archa holatda, yumshoq holatda turibdi mana ko'rib turganingizdek. Yangi balonlar aka, zimniy balonlar taqib qo'yishibdi. Tikoda o'ziniki ekan akalar. Mana salon holatlari mehnat qilinganligi bilinib turibdi. 1998-yil, 27 yil, 28 yilga mashina akalar mana. Hop, nech pul deyapti aka bu? 1300 dollar kami bor ekan. Andijon qayerda mashinasi aka bu? Shaharda mashinasi ekan. Dokumentda muammo yo'q. Gen daveniz berilar ekan. 1300 dollar kami bor deyapti. Bo'ladigan nech pul berasiz aka? Kelaversin, qiziqasizlar ha. Hop, telefon nomeringiz aka? 90lik 540 44 34.
Aka bozoringiz bersin. Akalar mana qiziqqanlar, Tiko mashinalari $1000, $1200 ham topsalar bo'ladi, xudo xolasa. Kimdan ekan bu aka? Buni egasi yo'q. Egasi yo'q ekan buni. Mani qo'yib, Qaysini? Qo'yarali mol. Aha. Nechinchi yil ekan aka bu? Nechinchi yil ekan? 98-yil. 1998-yil. Aha. $800 biroq indamay qo'ydi. $800 ga beramiz. Kami bor. Aha, $800 kami bor ekan. Butun Hop. Ko'radi buni hozir. Motor hadovoylarda ishi bormi yo'qmi aka? Bor, ishi bor. Motor hadovoylarda. Ta'minlanadi olgan odam. Ha. Akkumulyator ham yurtida ekan. Va baqalatgan aytadi. Aka ayta olasiz, qanaqa aybi bo'lsa, xalq ko'radi, qiziqqanlar alohida. Ko'rib turibdi mana. Yo'q, endi mana. Ha. Mana septirib oladi. Aha, Mo'lmon ham septirib septirib oladi. Buni Balonlari yaxshi. Ha. Yo, yaxshi endi. Puliga yarashadi. Xullas akalar $500 ga beraverasiz ekanda. $500 mollarni oldim. Ha, oldingizmi? Qarab olib sotib 600 ga beraverasiz ekanda. 700 ga. $700 ga akalar. Akamiz ham aytayapti o'zi. Jondan to'g'il. Obzorchi Salmon aka. Akalar mana qiziqqanlar. Obzorchi Salmon aka. Xo'p, archa holatda balonlar turibdi. Xullas, qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. $700 ga ana qizil Tiko. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94 551 551 33 34. 33 34. Bozoringiz bersin. Kirasga bo'lmagan joyi qolmagan. Omi toza aka. Tomi toza ekan. Tomidan pasponi kirasiga ekan. Zato tomi ketmagan ekan. Moyan sizdanmi aka? Avvalo bu yoshi. Nechinchi yil bu aka? 97. 1997-yil. Kraskasi qanaqa buni? Graskasi bir 50-60% bor. 50-60% kraskasi bor. Ustalarni olib kelib tekshirtirib oladi. Gang Svetda mana Tiko avtomashina akalar. Balonlari sillalashib qolgan, lekin o'rtada yo'li bor ekan. Xudo xolasa. Sillarligida zo'r yuradi bu. Ha. Akalar mana ko'rib turganingizdek, chexollari bor. Xizmat qilinganligi bilinib turibdi. Tiko avtomashina. Hop. Zo'r ishdan to'g'ri kelgan bu mashina. Ha, mana akalar, ko'rib turganingizdek. Xo'p, anaqalari yo'q ekan, propani ham, metani ham yo'q ekan, benzinda o'zi ekan. Benzinda o'zida yuradi. Motor, hadovoy, korobka. Zo'r ekonomishniy mashina, benzinlarni ham vaqt. Korobkasi-chi aka? Korobka 5 talik. Yaxshimi? Yangi akkumulyator qo'yib qo'ydim. Yangi akkumulyator qo'yib qo'ygan ekan akalar. Mana stalno Svetda. Ko'rib turganingizdek, qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Kraskasi 60% bor deyapti. Probega bilinmaydi, ha? Buraga behisob bo'lsa kerak. Probega behisob bo'lsa kerak. Bular endi 28 yilga mashina salkam. Hop. Men o'zim 28 ga kirmaganman-da. Mendan ham katta ekan. Katta. Telefon nomeringiz aka? 90lik 90lik 217 217 0463. 0463. Aka bozoringiz bersin. Akalar mana qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Nechinchi yil ekan? Nechinchi yil ekan? 1998-yil. Mana akalar. Kraskasi qanaqa aka buni? 52-50 oldilari bitta. Kraskasi 52-50 ekan akalar. Hop. Puli yengil. Akalar mana motor hadovoylari-chi aka? Hamma yo'q qilingan motor hadi. Motor hadovoylari qilingan. Umuman ishi yo'q-a. Akalar mana qiziqqanlar Tiko 1998-yil. Hop, chexollari bor ekan-a? Chexollari mana akalar bor ekan. Polilari. Ana o'ziniki emas-a, Probek? Probek o'zinikimi? 272 ming a? Ha, sizlar tegmagansizlar-da. Undan oldingilar tegan bo'lishi mumkin. Endi bilmaysizlar. Chunki bular almashaveradi-da ular. Motor eng asli, Motor, korobka, hadovoy, zo'ra. Akalar, mana kraskasini aytib qo'ying. 50 ga 50 ga. 50 mana menlarni atek qildirmaydi. Kraskalari maylarni atek qildirmagan, mana akalar boriga baraka deb. Andijonda qayerdiki? O'zinglarniki bu? Dehqonlik mashinasimi? Hop, puli $1250 $1250, ozmoz kami bor, ha? yengil Yengillat beradi. Keyin davenni skoran, generalni beramiz. generalni berilaveradi, deyapti. Hop, aka telefon nomeringizni aytib berasizmi? 94 218 218 10 64. To'shasi $1250. $1250. Akalar qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Hop. Akalar mana Tiko qatoridan sekin videolarni qildik. Bir 10 ga yaqin Tikolarni ko'rib turganingizdek har xil Tikolar bor. Oqib ketgan, vaqti murdasiz ketgan Tikolar ham bor. Qilib xizmatingizni qiladigan Tikolarni ham topsangiz bo'ladi. Narxlari ko'rib turganingizdek hammasi $2000 eng anaqasi. Bunda
Anaqalari o'rtachalari 2000 dan past turibdi. Qo'ldan kelgancha video obzor qildik. Bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar, doğrusu kanalimiz rivoji uchun xususiyatlar qo'shgan bo'lasizlar. Havo juda zo'r. Tiko olamidan sizlar bilan obzorchi Salmon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat.